Ushbu videodan keyin sizning turk tili bo'yicha qilayotgan asosiy xatolaringiz ancha kamayadi. Bugun eng ko'p uchraydigan 4 ta xatoni va ularni oddiy yechimlarini ko'rib chiqamiz. Nimaga e'tibor qaratish kerak, nima qilish kerak, mana shularga e'tibor qaratamiz. Bugungi mavzumiz demak lag'monning sirli masallig'i. Albatta Kung Fu Panda multfilmidan ilhomlangan holatda bu nom tanlangan. Xo'p, demak boshladik. Birinchi navbatda, yani dars boshlashdan oldin sizlarga o'zimni tanishtirmoqchiman. Men kimman va siz nima uchun menga ishonishingiz kerak, nima uchun bu usullarni sinab ko'rishingiz kerak, agar meni tanimasangiz. Xo'p, demak, men Komiljon Muhammad, J1 darajasidagi turk tili o'qituvchisi, professional tarjimonman, filologman, diplomli va osmondan kelib qolgan odam emasman, ya'ni aynan shu sohada o'qigan, diplom olgan insonman. Turk tili bilan 7 yildan beri shug'ullanaman. 4 yildan beri dars berib kelaman va 300 ga yaqin o'quvchilarim hozirgacha sertifikat olishgan. B1, B2, J1 darajagacha har bir daraja sertifikatlarimiz bor, Xudoga shukr, va endi ularni ko'paytirish harakatidamiz. Xo'p, demak, bizning darslarimiz nimasi bilan farq qiladi boshqalardan? Birinchi navbatda doimiylikdan qochish va kreativlik. Men hech qanday qolipga bo'ysunmayman. Men o'zim mustaqil shaklda o'rganganman va shuning uchun hamma narsani darslarimda sinab ko'raman. Har xil usullarni, har xil metodlarni darslarimda sinab ko'raveraman va bundan qaytmayman. Va shunchaki sertifikatga emas, to'liq turk tilini o'rganish tayyorlov bizda. Ya'ni hozir 1 oylik kurslar, 45 kunlik kurslar chiqib ketgan va bularda o'sha eng katta minusi sertifikat olinadi yakunda baribir. Natija shu. Eng katta minus turk tiliga mehr o'rgatilmaydi, turk tili o'rgatilmaydi, sertifikat olish o'rgatiladi. Faqatgina sertifikat olish uchun harakat qilasiz u yerda va oxirida balki olasiz, omadingiz kelib qolsa. Bizning kurslarimizda esa asosiy narsa turk tiliga mehr, turk tilini umuman o'zingizniki qilib olish. Chunki men o'sha 7 yil ichida 7 yil o'rganayotgan bo'lsam, 4 yildan beri dars beraman. Ya'ni men 3 yil o'rganganman birinchi. 3 yil o'rganganman. Xo'p, umuman dars bugun men haqimda emas, shunchaki o'zimni tanishtirish uchun aytib o'tdim. Demak, xatolarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. 4 ta asosiy xato. Birinchi muammo so'z yodlash bilan bog'liq. Demak, so'z boyligingizni sekundiga oshiramiz. Birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerak, lug'at yodlash, ya'ni bitta-bitta so'zlarni yodlab chiqish juda ham zerikarli jarayon. Men juda ham yomon ko'raman. O'zim shaxsan hech qachon men lug'at unaqa yodlamaganman. O'tirib bitta so'z takror-takror o'tirib hech qachon men unaqa yodlamaganman. Sizga ham tavsiya qilmayman. Bu baribir esdan chiqib ketadi. Shu ko'r-ko'rni yodlash. So'zlarni kompozitsiya qilib yodlang. Eng asosiy yechim shu. So'zlarni kompozitsiya qilib yodlang, bir-biriga bog'lab, shunda esingizdan chiqmaydi. Masalan, uy quryapsiz, uy qurayotganda g'ishtlarni shunchaki tiq-tiq qo'yib ketsangiz, u qachondir yiqiladi baribir. Qattiq shamol bo'lsa yiqiladi yoki shunchaki sal ko'tarilgandan keyin o'z-o'zidan tushib ketadi. Ana shu narsa bo'lmasligi uchun g'ishtlar orasiga siz qanaqadir masalliq qo'yishingiz kerak-ku. Ana shu masalliq bu qo'shimchalar. Siz tuzayotgan gapingiz, so'zlarni olib bir-biriga bog'lab gap tuzib ketish kerak ko'proq. Lug'at tuzish jarayonida o'zida. So'zlarni bog'lab ketish kerak. Shunda birinchidan so'z esingizda qoladi. Ikkinchidan kompozitsiya esingizda qoladida, o'sha kompozitsiyaga boshqa so'zlarni ham bilasiz. Ya'ni bitta so'zni yodlashga harakat qilayotgandingiz, siz 3 ta 4 ta so'z bilasiz o'sha gapingizdagi va bu esdan chiqmaydi. Har qanday holatda esga tushadi. Chunki masalan, ko'pchilik bu videoni ko'ryapsiz, turk tiliga aloqangiz bor, o'rgangansiz. Fistiq shahab bor-ku, 8 ta tovushni o'zini yodlab qolish qayerda-yu, 2 ta so'zni yodlab qolish qayerda? FSTKC qilib yodlagandan ko'ra, fistiq shahab. Bu yerda ham xuddi shunday. Bitta-bitta so'z yodlagandan ko'ra, kompozitsiya qilib, hattoki matnlar bilan yodlab qolish ancha oson. Matnlar bilan yodlash oson degan, masalan, siz matn tuzayotganda yoki gapirayotganda uni bog'laysiz-ku bir-biriga. Masalan, oila haqida matn bo'ladigan bo'lsa, butun oilangiz haqida gapirasiz va o'sha butun boshqa kompozitsiya siz uchun so'z boyligi. Yoki sinf haqida gapirganda butun sinfingiz haqida gapirasiz, bu so'z boyligi. Ana shu narsa kerak. Kompozitsiya kerak, ko'proq kompozitsiya. So'zlarni ham, yana bitta narsa, so'zlarni saralab yodlang. Saralab yodlash qanaqa? Masalan, sizga ustozingiz 50 ta so'z berdi bir kunga yodlash uchun. Kamida odatda 50 ta turk tili oson deb 200-300 ta so'zlar beriladi. 50 ta so'z berdi masalan. Bu yerda nima qilasiz? Birinchi navbatda siz so'zlarni o'qib chiqing. So'zlarni o'qib chiqasiz va o'sha ularning ichidan o'zbek tili bilan aynan bir xil o'xshash so'zlar bor. Masalan, soch, kalem, qalam, kitob. Mana bu kabi so'zlarni birinchi ajratib oling, ularga umuman e'tibor qaratmang, chunki ularda baribir adashmaysiz. Baribir u so'zlarda adashmaysiz. Shuning uchun ularni ro'yxatingizdan chiqaring. Va ro'yxatingiz o'sha 50 tadan kamida bir 35 ta, 30 taga kamayadi. Undan keyin yana qolgan 35 taga bir qarab chiqing va aniq biladigan so'zlarni chiqaring. Masalan, oldin yodlagan so'zlar bo'lishi mumkin, ko'p duch kelgan so'zlar bo'lishi mumkin, aylanadigan so'zlar bo'lishi mumkin.
Bu aniq esingizdan chiqmaydigan so'zlar bor. Ana ularni chiqaradi. Sizda 20 ta, 25 ta yoki balki 15 ta so'z qoladi. Ana bu 50 tani yodlagandan ko'ra buni yodlash osonroq. Chunki so'zlar soni kamayadi. So'zlar soni kamagandan keyin miyaga buyruq ketadi, bo'ldi, bu nisbatan osonroq degan narsa. Shu orqali demak tezroq amalga oshirish mumkin bo'ladi. So'z boyligi shunda ko'proq tezroq oshib boradi va siz o'sha energiyangizni bekorga sarflab yubormagan bo'lasiz. Shuning uchun so'z boyligini oshirayotganda, lug'at o'rganayotganda ana shu usuldan foydalanish foydali bo'ladi. Siz qanaqa usuldan foydalanasiz? Izohlarda yozib keting, menga ham qiziq. Ikkinchisi nuqta qo'yaman deb xol qo'ymang. Nuqta qo'yish bu turk tiliga kirganlardagi eng katta, eng ko'p qo'llanadigan xato. Xo'p, nuqtalashish birinchidan qabul qilib oling, bunday xato o'zbeklar uchun, biz uchun normal holat. Chunki bizda nuqtasiz harf yo'q. Siz masalan 18 yil, 20 yil, 25 yil nuqta qo'yib o'qib kelgan tilingizdan sirazi nuqtasiga o'tib keta olmaysiz. Avtomatik qo'l o'rganib qolgan, qo'yilib ketadi. Shuning uchun bu xato boshida bo'lishi aniq. Buning uchun o'zingizga olmang. Lekin bu gap, bu holat xatoni kechirishga asos bo'lmaydi. Baribir xato, baribir ball hisob ketadi. Shuning uchun ballarni yo'qotmaslik uchun nuqtalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ajratib olishni eng oson, eng asosiy yo'li so'zdagi unliklarga qarashimiz kerak. Turk tilida singermanizm juda ham kuchli, unliklar bir-biriga bog'langan. Biz unliklarni bekorga qalin, inja, ya'ni qalin va ingichka qilib ajratmaymiz. So'zlardagi qalin unliklar qalinlarni, injalarni tortib keladi, bir-birini tortib keladi. Yo hammasi qalin, yo hammasi inja. Xo'p. Demak, mana bu videoni ko'ring, mana bu videoni ko'rib oling. Keyin davom etamiz. Nedim Malik ve Tuncay Kantarcı. Şu andan itibaren konsey üyelerimiz arasına katılma şerefine erişmiş bulunuyorsunuz. Konseyimizin tek ve değişmez yasasını biliyor musunuz? Suskunluk yasası. Suskunluk yasası. Xo'p, bu kadr Qashqar makoni serialidan ko'rgansiz, bilgansiz, balki o'zbek tilida ko'rgandirsiz. Bu yerda ikki kishi turk tilida gapiryapti. Bittasi to'g'ri gapirgan, suskunlik yasasi u. Ikkinchisi suskunlik yasasi. Bu yerda i nuqtali bo'lib ketyapti, xato bo'lib ketyapti. Nimaga? Chunki yasa a, qalin. A, u, o, u bizni qalin unlarimiz. Bu unlar bir-birini tortadi. A bilan nuqtasizlar, e bilan nuqtalilar bir-birini tortadi. A va nuqtasizlar, e va nuqtalilar. Tarkibda a bormi, demak keyingilar nuqtasi bo'ladi. Yasa s. E bo'lganda nuqta bilan ketadi. Misol uchun kalem so'z bo'ladigan bo'lsa, kalemin ketadi. Ana shu holatda. Ana shunga e'tiborli bo'ling. Birinchi navbatda demak, unligiga qarab, qalin unlar bo'ladigan bo'lsa, so'z tarkibida demak nuqta qo'ymaysiz. Inja unlar bo'ladigan bo'lsa qo'yiladi. Masalan, chalishkon. Nuqta yo'q, chunki a. Chalishkon. Eğlenceli. Nuqta bor, chunki e bilan boshlanyapti. Lekin bitta narsaga e'tiborli bo'ling, bu holat sof turkcha so'zlar uchun. Xorijdan kirgan so'zlarda bu qoida ishlamaydi. Masalan, otobus, u, ikkita o'dan keyin kalem, a, e bu yotibdi. Buni qanday ajratamiz desak, bu ko'proq tajribadan kelib chiqadigan narsa. Qanaqadir kichkina usul yo'q bu uchun, xorijiy so'zlar o'rgangan uchun, chunki xorijiy so'zlar juda ham ko'p. Buning uchun siz ko'proq matnlar mashq qilishingiz kerak. Sof turkcha so'zlar uchun bo'lsa, mana bu qoidamiz. Qalinlarga, injalarga qarash kerak. Keyingi qilinadigan xato tüm, bütün, hepsi so'zlari oldukça çok so'zlarda qo'llanilgan xatolar. Bu qanday holat? E'tibor bering, tarjima qilganda bir xil ma'no beradigan so'zlar har doim ham bir xil bir-birini o'rniga qo'llanib ketavermaydi. Ularni o'zini qo'llanadigan joyi, qo'llanadigan o'rni bor. Masalan, tüm, bütün, hepsi. Hammasi hamma degani, butun hamma. Lekin tüm va butun so'zlari har doim so'zdan oldin qo'llanadi, otdan oldin. Masalan, slayddan ko'ryapsiz, tüm inson, butun insonlar. Butun sinf, hamma, sinfdagi hamma. Lekin hepsi qo'llaganimizda o'quvchilarning hepsi deyapmiz. O'quvchilarning hammasi. Hep o'quvchilar emas, hepsi o'quvchilar emas, bu xato. O'quvchilarning hepsi. Xuddi shunday insonlarning tumi desangiz to'g'ri, insonlar butun desangiz to'g'ri, lekin hepsi insonlar desangiz xato. Chunki insonlarning tumi deganda ham, sinfin butun deganda ham siz
egalik qo'shyapsiz va to'g'ri ketyapti. Lekin hep insonlar yoki hep o'quvchilar deyolmaysiz, bu xato bo'ladi. Hep otdan oldin kelmaydi. Har doim shunga e'tiborli bo'ling. Oldukcha bilan cho'kda ham xuddi shunday holat bor. Oldukcha cho'k ikkalasi ham juda deb tarjima qilinadi. Juda degan ma'no bildiradi, lekin oldukcha so'zi kesimga, fe'llarga bog'lana olmaydi. Kesimga demaylik, ot kesim bo'lishi mumkin, fe'lga bog'lana olmaydi. Misol uchun, havo oldukcha sıcak deya olasiz. Bugun çok yoruldum deya olasiz, lekin bugun oldukça yoruldum deya olmaysiz. Masalan, havo oldukça sıcakning o'rniga havo çok sıcak deyish mumkin. Bu to'g'ri, çok qo'llaniladi ikki holatda ham. Lekin chokning o'rniga bugun çok yoruldumda, bugun oldukça yoruldum deya olmaysiz. Chunki oldukça fe'lga bog'lana olmaydi, otga bog'lanishi kerak yoki umuman ismga bog'lanishi kerak. Ana shu narsaga ham e'tiborli bo'ling. Bu ham qimmatli ochko olib ketadi. Chunki ko'pchilik oldukchani o'rganib olgandan keyin oldukcha B1 da o'rganiladi. Bo'ldi, men B1 darajadagi so'zni o'rgandim, hamma joyda shuni qo'llab ketaman deb o'ylaydi. Bu demak juda ham katta xato. Chokni qo'llab ketavering. Va sizning kichik yordamchilaringiz bu nima? Kichik qo'shimchalar. Kichik qo'shimchalar sizga qanday yordam beradi? So'z boyligingizni oshirayotganda mana shu qo'shimchalar juda ham muhim. Chunki bitta qo'shimchani xususiyatini o'rganib olsangiz, qolgan so'zlardan yasab ketaverasiz. Masalan, bittagina sel qo'shimchasi bu yerda a egalmash mumkin, shunday katta yozilgan. Bu oidlikni bildiradi. Nimagadir kimga tegishli oidlik. Masalan, birey shaxs, birey sel shaxsiy, shaxsga tegishli. Kimyo, kimyasal, kimyoviy, demak kimyoga aloqador. To'plum omma, jamoa, to'plumsal ommaviy. Mana shu sal yoki sel bormi so'zi tarkibida siz bo'ldi, birinchi qismga qarang. Agar siz bilgan so'z keladigan bo'lsa, demak o'shanga aloqador nimadir haqida gap ketyapti. So'zni bilmay qolgan taqdiringizda ham, shu lug'at boyligingizga yetmay qolgan taqdirda ham yoki lik qo'shimchasi. Lik qo'shimchasi ham xuddi shunday holat bor. Bu oidlik bildiradi bu ham. Misol uchun kitob, kitoblik. Demak, kitoblik, kitobjavon. O'sha siz kitobni qo'yadigan boshqa bir ashyo. Tuz, tuzluk. Tuz demak obyekt, tuzluk o'sha obyektni siz solib qo'yadigan boshqa bitta obyekt. Göz, gözluk, ko'z, ko'zni demak ko'zga taqiladigan boshqa bir obyekt. Mana shu holatda tushunib olishingiz mumkin lik qo'shimchasini ham. Bu nima qiladi? Siz so'z boyligingizni oshirib beradi. Ya'ni likni bilib olsangiz, sel bo'lsa yoki boshqa qo'shimchalarni bilib olsangiz, hali bunaqa qo'shimchalar ko'p. Kurslarimizda hammasi bor. Bularni bilib olgandan keyin so'z boyligingiz karrasiga oshib ketadi, chunki o'sha qo'shimcha bilan siz ham so'z yasashni o'rganib olasiz. Xo'p, bu kabi usullar demak juda ham ko'p. Asosiysi sizni qo'llay olishingiz. Yana bitta narsa, masalan, yo'q bor, hayır bor turk tilida. Yo'q, hayır. Ikkovining farqi nimada deyiladigan bo'lsangiz, yo'q bu borni, varni antonimi, hayır evetni, hani antonimi. Ya'ni menda kompyuter bor, benda bilgisayar var. Menda kompyuter yo'q desam, benda bilgisayar yo'q. Yo'q qo'layman. Ya'ni benda bilgisayar hayır deolmayman. Yo'q, u borni antonim. Hayır, hani antonim. Masalan, uydamisan desam, evdamisan? Evet, ha. Evdamisan? Hayır. Yo'q, uyda emasman. Bunaqa vaziyatda hayır qo'llanadi. Ana shunda ham ko'pchilik adashadi, shunga ham e'tiborli bo'ling. Bu demak slayddan tashqari, hozir esimga tushib qoldi, aytib ketdim. Xo'p, demak, endi asosiy qismimizga yetib keldik. Yanada ko'prog'ini istaysizmi? Ya'ni mana shunaqa usullarni, mana shunaqa darslarni, videolarni, umuman turk tilini noldan boshlab sertifikatgacha chiqadigan videolarni ko'prog'ini xohlaysizmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, videoni qolgan qismini ko'rishingiz mumkin. Yo'q, men keragicha olib bo'ldim desangiz, videoni to'xtatib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Lekin tomosha qilishni tavsiya qilaman, qiziqarli takliflarimiz bor. Xo'p, mana shu kichkina videomizda ko'proq ma'lumot berishga harakat qildim. Umid qilamanki, foydali bo'ldi bu. Agar siz yana ham ko'proq, yana ham foydaliroq imtihon sirlarini turk tilini o'rganadigan sahifa qidirayotgan bo'lsangiz, men sizga Jan O'zbek Akademy onlayn darslarni taklif qilaman. Jan O'zbek Akademy bu nima? Sizga turk tilini noldan boshlab sertifikat darajasigacha o'rgatadigan onlayn darslar tarmog'i. Birinchi navbatda qulay narxlar va chegirmalar. Narxlar sizga taklif etilayotgan qiymatdan ancha arzon, ishoning. Men sizga taklif etayotgan qiymatdan narxlar ancha arzon. Va doimiy nazorat va intensivlik. Onlayn kurslardagi eng katta muammo bu yerda bo'lmaydi. Eng katta muammo bu tartibsizlik. Ya'ni onlayn kurs olasiz, baribir darsda bo'lgandan keyin qanaqadir orqaga tashlash, kechiktirish bo'ladi, o'qituvchi nazorat qilmaydi, shu bilan qolib ketadi va bir oyda o'sh to'xtatib qo'yasiz. Shuning uchun onlayn kurslar yurmaydi odatda. Lekin bizda u narsa bo'lmaydi. Kuchli nazorat, siz doim nazorat bo'lasiz. O'zim shaxsan mentor o'qituvchi bo'lib kiriladi.
va uyga vazifalar har kuni nazorat qilib boriladi. Har kuni sizga vazifa beriladi, har kuni vazifa nazorat qilinadi. Xo'p, demak, narxlar. Katta qiymat, qulay narx evaziga. Demak, dars o'zi qanaqa bo'ladi? Sizga har kuni video darslar beriladi, nazorat qilib boriladi. To'liq kurs siz nazorat ostida bo'lasiz. Shaxsan o'zim sizga har kuni yozib, uyga vazifangiz, mashqlaringizni tekshirib boraman. Dangasalik qilishingiz uchun imkon qolmaydi, imkon bermayman ham. Demak, ikki xil kursimiz bor. Birinchisi mustaqil kurs. Narxi 199 ming. Bu to'liq kurs uchun. Bu yerda 199 ming to'laganingizdan keyin siz video darslardan foydalanish uchun to'liq dostуп olasiz 1 yillik. Har bir darajadan keyin testlar bo'ladi va savol tug'ilganda mentorga yozib murojaat qilishingiz mumkin. Lekin kursning nomi mustaqil bo'lganligi uchun bu yerda men siz bilan o'sha aytibki har kuni yozaman o'zim degan narsa bu yerda bu kurs bu tarif emas, chunki mustaqil deyapmiz o'z nomi bilan va nisbatan arzonroq va bu ya'ni 199 ming narx oylik emas, 1 yillik ya'ni. Oldingiz bo'ldi, 1 yil foydalanasiz video darslardan. Video darslar 0 dan boshlab B2 gacha to'liq, qo'shimcha imtihon video darslari ham bor. Bu yerda o'zingizda mas'uliyat bo'lishi kerak. Bu kursni olganingizdan keyin darajangizni o'zingiz tekshirib borasiz va savol tug'ilib qolsa mentorga yozishingiz mumkin. Mentor javob beradi. U mentor men bo'lishim mumkin yoki boshqa bir mentor sizga biriktirishim mumkin. Bu vaziyatga qarab bo'ladigan narsa. Mustaqil tarifi shu. Ikkinchisi standart tarif, qanaqa? Narxi 299 ming, bu oylik to'lov. Ya'ni yillik emas. 299 ming oylik to'lov nimaga qimmat? Mustaqildan ko'ra. Birinchi navbatda bu 3 oylik to'liq kurs. Ya'ni 3 oy sizga men o'zim shaxsan har kun dars o'taman va 3 oy tugagandan keyin ham yana 1 yilgacha siz o'sha videolarni doimiy ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni guruhdan chiqarib olmaysiz. Har kunlik video darslar va haftada 2 marta Zoom orqali yuzma-yuz muloqot, jonli dars shaxsan o'zim bilan. Ya'ni mentorlar emas, tajribasi boshqa o'qituvchilar emas. Shaxsan o'zim bilan haftada 2 marta jonli dars. Va har bir darajaning yakunida imtihon, har bir daraja A1 tugatdingizmi, A1 imtihon, B1 tugatdingiz, B1 imtihon. B2 tugatdingizmi, B2 imtihon. Hammasi bo'yicha alohida darajangizni aniqlab olish uchun imtihonlar plus 2-oydan boshlab, ya'ni 3 oylik kurs bo'lgan bo'lsa, 2-oydan boshlab har yakshanba mock imtihon. Mock bu o'sha sefar imtihonga kirganingizda qanaqa imtihon bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu qolipdagi imtihon. Dinlama, o'qima, yozma, konuşma va siz darajangizni bilib borasiz. O'syapsizmi, tushyapsizmi, qay daraja bo'lyapti, hammasini har hafta tekshirib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu demak juda ham qimmatli narsa aslida. Va konuşma va yozma bo'yicha maxsus bonus darslar. Bu video dars ko'rinishida va xuddi aytgandek Zoom darsi shaklida ham bo'ladi. Nima uchun konuşma va yozmaga alohida e'tibor beryapmiz? Chunki testlar bu alohida mavzu, lekin amaliy qismga ham katta e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Shuning uchun konuşma va yozma bo'yicha alohida, ya'ni kursdan tashqari ham maxsus darslar o'tamiz sizlar bilan va bularning hammasi sizga oylik 299 ming bo'ladi. Va yana bitta bonus, buni hozir qilyapman. Agar siz 2 oylik kurs to'lovini, ya'ni umuman 2 oy to'lovini siz darrov amalga oshirsangiz, kurs boshidan masalan 299 ming emas, 598 ming birdaniga to'lov qiladigan bo'lsangiz, 3-oy sizga bonus bo'ladi. Ya'ni iyul, avgust o'qiganingiz uchun to'ladingiz, sentyabr sizga bonus bo'ladi. Bo'lib o'tasiz, ya'ni har oy boshida 299 ming to'laydigan bo'lsangiz, o'z joyida ketaveradi. Lekin agar ozgina bo'ldi, sal qimmatroq, lekin keyin davomida foyda bo'ladi deb siz 598 ming to'lov qiladigan bo'lsangiz, bo'ldi. Kurs siz uchun to'lov degan narsa masala boshqa bo'lmaydi va butun kurs uchun to'lov qilgan bo'lasiz. Bu ham bonus siz uchun. Aynan mana shu standart kursida, mustaqilda bunaqa tarif yo'q. Standartda, demak, buni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Agar kurs sizga yoqmasa-chi? Xo'p, kursga yozildingiz, to'lov qildingiz va kurs sizga yoqmadi. Bunday holatda to'lovingiz 100% gacha qaytaradi. Nimaga 100% emas, 100% gacha deyapman, sababi tushuntirib beraman. To'lovni qaytarish tartibi agar darslar o'z o'rnida bo'lib borsa va siz o'zingiz no'noqlik qilsangiz, birinchi 3 kun ketma-ket uyga vazifa tashlamasangiz, bu sizga hayfsan va jarima bo'ladi. Jarima ham moddiy ko'rinishda, ya'ni to'lovingiz oshishi mumkin. Agar bir haftagacha siz darslarni uyga vazifani tashlamaydigan bo'lsangiz, siz avtomatik darsdan chiqarib olasiz, qilgan to'lovingiz qaytarib berilmaydi. Nol qaytarish beradi. Chunki mas'uliyatsizlik sizda bo'ldi. Endi darsga yozildingiz.
dars bo'yicha biz no'noqlik qildik qanaqadir. Man dars o'tmay qoldim, Zoom bo'yicha darsga kiringlar dedimda o'zim kirmadim, videodan vaqtda tashlamadim, uy vazifasini tekshirib bermadim. Mana unaqa vaziyatda bo'ladigan bo'lsa, siz talab qilish haqqingiz bor, dars bo'lmayapti deb, unaqa vaziyatda to'lovingiz 100% qaytariladi. 100% qaytariladi. Lekin kursga yozildingiz, dars bo'lyapti, dars amalga oshyapsiz, bir hafta, 2 hafta qatnashdingiz, keyin nimadir sharoiti bo'ldi, misol uchun sharoit to'g'ri kelmay qoldi, o'qimaydigan bo'lib qoldingiz yoki boshida yaxshi ketayotgandi, keyin o'zlashtirishga qiynaldingiz, bo'ldi o'qimayman dedingiz. Bunaqa vaziyatda siz o'sha qatnashgan darslaringiz uchun pul olib qolinadi va qolgan pulingiz qaytarib beriladi. Masalan, 15 kun qatnashgan bo'lsangiz, qolgan 15 kunlik qaytarib beriladi. Mana shu shaklda demak kurs to'lovni demak qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz pulni avvalo boshdan bo'ldi o'qisang o'qi emas. To'g'ri, boshdan to'lov, kursga kelayotganda bosh to'lov qilishingiz kerak, lekin qaytarib olish imkoniyatingiz bor. Xo'p, agar ilk 3 ta darsda, ya'ni to'lov qildingiz va birinchi 3 ta darsda sizga yoqmadi, bo'ldi qaytarib olsangiz, unda 100% qaytarib beriladi. Unda muammo yo'q. Xo'p, rahmat. Agar takliflarimiz ma'qul bo'lsa, sizni 2026-yil 1-iyuldan start oladigan onlayn kursimizga taklif qilamiz, kutamiz va shu orqali siz sentyabrda bo'lib o'tadigan SEFR imtihoniga tayyorlanishingiz mumkin bo'ladi. Kursga yozilish uchun telefon orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu raqamlar va lekin bu o'zim shaxsiy raqamim, lekin iltimos qilgan bo'lardim Telegram orqali murojaat qilishingizni. Telegram orqali mana shu linkga yozishingiz mumkin yoki mana shu raqamni saqlanib qilib yozishingiz mumkin, bitta ikkovi ham. Yoki ijtimoiy tarmoqlarda Instagram orqali yozishingiz mumkin yoki Telegram kanalga kirsangiz, o'sha yerda ham profilim turibdi, bu yoqqa ham yozishingiz mumkin. Ya'ni o'zimga bevosita aloqaga chiqishingiz oson. Mana shu raqamlar, mana shu Telegram link orqali. Xo'p, yana takrorlayman, iltimos, agar iloji bo'lsa Telegram orqali yozing, chunki telefonda masalan darsda bo'lib qolishi mumkin, offlayn darslarda bo'lib qolishi mumkin yoki qanaqadir boshqa joydan bo'lib ko'ta olmay qolishi mumkin. Shuning uchun Telegramdan yozganingiz ma'qul. Ijtimoiy tarmoqlarda Kamoljon O'zbek Instagram va Telegram kanallari bor. Jazbek Akademiya Instagram Telegram kanallari bor va Jazbek Akademiya sonuchlar, bu bizning natijalarimiz. Agar siz yana ham ikkilanayotgan bo'lsangiz kursimizni sotib olishga, mana shu Instagram profilga kirib, natijamizni ko'rib chiqib, keyin yana murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hammasi juda ham oson. Men shu paytgacha asosan offlayn darslar o'tgan odamman. 4 yillik aytdim tajribam bor va endi onlayn kurslarda nimaga onlayn qilmaslik kerak, nimaga men qilayotgan usullarim o'quvchilarga yordam berayotgan bo'lsa, naf tegayotgan bo'lsa, nimaga buni onlayn shaklga olib chiqmasligim kerak, nimaga ko'proq odamga yetib bormasligim kerak degan fikr bilan boshlangan bu loyiha. Shuning uchun savollar bo'lsa bemalol yozishingiz mumkin, aynan videoning ostiga yozishingiz mumkin, o'zimga bemalol yozishingiz mumkin. Hamma savollarga javob beriladi. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Agar foydali nimadir olgan bo'lsangiz xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Endi bunaqa videolar xudo xolasa ko'p chiqib turadi. Har haftada 2 marta shunaqa siz uchun foydali videolar chiqarish planimiz, niyatimiz bor. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Bu yerda foydadan boshqa narsa topmaysiz. Salomat bo'ling.